Lekin qizlar chiroyli Toshkentda. Toshkentda qizlar chiroyli. Qizlar chiroyli. Arzimizda. Yaxshimisiz? Qaysi joylarga boramiz? Hozircha sportzal AIJ. Sportzal AIJ, ha? O'tdan keyin chiqib Labzaga o'tamiz. Labzaga. Bo'ldi. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Удобный? Настрой zo'rmi ish qilib? Moskvada yashar ekansiz, adashmasam? Da. Instagramda ko'rganman. Ikkita shaharga живу. Moskva bilan Toshkent. Moskva salqin bo'lsa ham yoqadi menga. Odam ko'p. Moskvada. Moskvada bolalar chiroyli. Bolalar Toshkentda-chi? Toshkentda endi meni bo'yim baland. Toshkentdagi bolalar meni yarimimda meni Toshkentdagi. Bolalarmi? Bo'y past deysizmi? Yo, bo'y uzunlarmi? Lekin qizlar chiroyli Toshkentda. Toshkentda qizlar chiroyli. Qizlar chiroyli. Juda chiroyli qizlar. Moskva bilan Toshkentda bolalarni solishtirganda qanaqa? Juda bir nozik qizlar. Bolalar. O'g'il boladan bu yerda kompliment kutish juda bir qiyin. Ishlaysizmi? Ha. Toshkentda ishlaysiz? Ha, Toshkentda. Nima ishlar bo'lmasa? Magazinim bor, plus trade qilaman. O'zingiz magaziningiz bor? Ha, o'zim. Tradersiz shu. Endi bunaqa trader emasman, endi. Manda kripto emasda. Kriptolar bilan ishlamayman. Faqat Nyu-Yorkskiy birjada ishlayman. Amerikanskiy. Amerikada. Toshkent ham yaxshi. Havo yaxshi, ovqatlar zo'r, ovqat shirin. Ha, shu qanaqa ko'cha? Patriki ko'chasi. Ko'pincha videolar chiqib qolyapti Instagramda. Это самый злачный ko'cha Moskvada. Один раз aylanib yurganimda Tlizam degan bloger bor. Tlizam, ochkili. Hali ko'chada qizlar to'xtatib olib nima qiladi? Men ham tanimasdim. Tanishdingizmi? Yo'q, tanimasdim. Men ham keyin o'zimdan keyin bilib qolganman. Aylanib yurganman, Patrikida sovuq payt edi, kunduz edi. O'rtog'im bolasi bilan ketyapti orqamda. Bola kelib, podborodkangizni rasmga olaylik, chiroyli ekansiz, u yoq bu yoq. Keyin rasmga oldi, u qildi, videoga oldi, savollar berdi. Qayerdansiz, o'tdansiz, ko'zingiz kim nimaga bunaqa natsionalnostingiz nima deb. Bo'ldi, shu bilan o'tib ketdi. Keyin men Toshkentga uchib keldim bir haftadan keyin. Menga bitta o'rtog'im yozyapti, Moskvalik. Tashyapti. Ko'rdingmi videoyini deydi. Qanaqa video? O'sha bloger bilan. Ha, seni videoga olishibdi-ku deydi. Shu bilan qarasam, layklab, podpiskalar kelib yozsa, tushunmadim dedim, nima bo'ldi dedim. Sразу yopib qo'ydim profilni. O'zingizga. Ha, endi qo'rqib ketdim. U kiyim-kecha Moskvada olasizmi sir bo'lmasa yo o'zimizdan qanaqa? Yevropadan olaman ko'proq. Ha, Yevropadan. Lekin o'zimizdan ham olib turaman. Bizda ham ko'p har xil magazinda. Narxi qanaqa, yaxshimi? Qimmatmi? Men Yevropaga ko'p chiqqanim uchun u yoqdan brendovый narsalarni u yoqdan olaman. Lekin Toshkentdan mana oxirgi marta oldim kupalnik. Nechta o'sharasiz? Kupalnik oldim. Toshkentda. Provokatordan. 7,5 million. Ayollar kupalnigi 7,5 million. Ha, 7,5 million turibdi oldim shuni. Toshkentdan oldingiz. Lekin bir marta kiydim bo'ldi shuni.